Savol: erkak kishi ayolini yaxshi ko'radimi yoki farzandlarini? Nima deb o'ylaysiz? Men hozir sizga haqiqatni aytaman. Siz esa podpisatsiya bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Juda ko'p oilalar uchun foydali bo'lishi mumkin. Qiziq informatsiya erkak kishi haqida. Erkak kishi birinchi o'rinda ayolini yaxshi ko'radi. Ayolini tanlaydi. Farzandlari ikkinchi darajali. Nima uchun? Erkak qachon ajrashadi? Erkak uchun qachon hayot tugaydi? Ayolini yomon ko'rib qolganda, ayoli bilan munosabatlari yomon bo'lgandagina ajrashib ketadi. U hech qachon bolalarim yetim bo'lmasin deb ayoliga sabr qilib yashamaydi. Bu narsa ayol kishining tabiatida bor. Er yoqmasa ham, eridan rozi bo'lmasa ham bolalarim yetim bo'lmasin deb sabr qilib yashaydigan u ayol kishi. Erkak kishi esa xotinini yaxshi ko'rmasa moment ajrashadi. Bolalar ham ko'rinmaydi ko'ziga. Shuning uchun iloji boricha ayollar erlarga suyukli bo'linglar. Ali o'yladi, juda ko'pchilik bola tug'sam yo bolali bo'lsam oilamni mustahkam qiladi, bolalar uchun ham bolalarini ko'zi qiymay ajrashmaydi deydi. Yo'q, bolangiz ushab qolmaydi oilangizni. Bola hech qachon ushab qolmagan, ko'ryapsizlar, o'zingizlarning hayotingizlardan yoki tanish bilishlardan farzandi 4 ta bo'lsa ham ajrashib ketaveradi. Qiziq emas, yoshmi, kattami ajrashib ketaveradi. Nima uchun? Ayolidan ko'ngli to'lmagan. Erkak birinchi o'rinda ayolini sevar ekan, keyin oila mustahkam bo'ladi. Bola bu yerda hech qanaqa muhim ahamiyatga ega emas. Podpisatsiya bo'lgan bo'lsangiz, like ham bosib qo'ying, bizni kuzatib boring. Mana shunday oilaviy masalalar haqida juda ko'p foydali ma'lumotlar berib boramiz.